Rasmiy litsenziyaga ega firma orqali Umra safariga bormoqchimisiz? Narx ham arzon bo'lish kerakmi? $850 vizalaring bo'lsa, vizalaring yo'q bo'lsa $950. Aziz yurtdoshlar, 8-iyul Farg'ona Jidda. Faqatgina bir kunlik reysimizga xolos. Mana shunaqangi chegirmalarni o'tkazib yubormaslik uchun bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Endi boshqa sanalarning narxlarini ham aytib o'tamiz. Xo'p, 15, 22, 29 Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz. Bu reyslarimizni narxini $1050 dan qilib beramiz. Xo'p, Toshkentdan xudo xolasa 14, 21, 28-iyulga Toshkent Jidda yo'nalishidagi primoy reyslarimiz bor. Buni ham narxini $1050 qilib beramiz. Endi buni ichiga qanaqangi bonuslar bor desalaring, eng asosiysi Tojikistondan Umra safariga kelmoqchi bo'layotganlarga Toshkentdagi bitta yaxshi gostitsani bir kunlik to'lovini o'zimiz to'lab beramiz. Bir kun oldin kelib, damlarini olib, ertasiga aeroportga chiqib uchib ketishadi. 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lsalaring, narxlaridan ham o'tib beramiz. Aziz yurtdoshlar, chegirmani zo'rlari bizi kanalimizda. Eng asosiysi rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays firmasi orqali xavfsiz va mukammal umra qilasizlar. Inshaalloh aziz yurtdoshlar, Farg'onada ofisimizga tashrif buyursalaring ham bo'ladi yoki da Toshkentdagi ofisimizga tashrif buyurib, xodimlardan to'lov ma'lumotga ega bo'lib, kassalarga naqd ko'rinishda to'lovlarni amalga oshirib, kvitansiyalarni olsalaring bo'ladi. Biz ofisga borsak vaqtimiz ketib qoladi yo masofasi to'g'ri kelmaydi deganlar Telegram orqali bitta chetga chiqishdagidan pasportni tashlab berasizlar. Centrum Holidays rasmiy hisob raqamlariga bank orqali zakolatlarni ham tashlab bersalaring bo'ladi albatta. Xudo xolasa bizni sharoitlarimiz Madina Munavvarada 100-200 metr, Makka Mukarramada 700 metr masofadagi gostitsa. Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati hamda Ravza-i Sharifga tashrifdan ham xavotir olmasalaring bo'ladi. Inshaalloh yuqori yillik tajribali, malakali ellikboshlarimiz ishonchli hamsafar bo'lishadi. Aeroportda sizlarga kamzil, bejik, sumka, viza, vodiydan uchadigan reyslarga mana shunaqangi uchish yostiqchalarini ham hadya sifatida taqdim etiladi. Inshaalloh aziz yurtdoshlar, juda ham chiroyli sharoitlar siz aziz yurtdoshlarimiz uchun tayyorlangan. O'ylanmay ishonchli firma orqali Umra safariga borish sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Xudo xolasa ekrandagi raqamlar xizmatlaringda Telegram, WhatsAppdan bemalol aloqaga chiqishliklaring mumkin. To'liq ma'lumotlarni sizlarga yetkazib beramiz. Aytib o'tganimizdek 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib aloqaga chiqsalaring, narxlarimizga, chegirmalarimizni ham e'lon qilib beramiz. Sizlar qiziqtirgan qanaqa savollaring bo'lsa, barchasiga javob beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.